Uf, shu g'alat taktik o'zing jonimga tegdi. Yana nima qilging kelyapti? Aytdim-ku, menga yoqmaydigan ishlarni qilishingizni xohlayapman. Hazillashma. Rostdan sizdan kalta yegim kelyapti. Rahmat. Keyin qamalib ketiya. Tezroq bo'ling, bola talab qilyapti. Ha, bo'pti. Shu ham urushma, mujikka o'xshab chekkanga tortib yuboring yoki shunaqa o'darib bering, qaytib tura olmay. Xo'p. Ha, kuyov bola, kuchingiz ko'payib qoldimi? Voy dadasi, asabiylashmang, sizni qon bosimingiz oshib ketadi. Ha, tur qo'y qursin sani. Qo'ling akashay bo'lgur. Kuching qizimga yetdimi? Boshingiz bitta soyimi shu bilan. Yo'q, sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar. Men emas, bu o'zi gapir. Uydagilarimga baqirib do'q qilishingizni xohlayapman. Nima? Aytdim-ku, menga yoqmaydigan ishlarni qilishingizni xohlayapman. Sen taktik ko'zmas jinni bo'lib qolgansan. Ha, urdim, nima edi? Kerak bo'lsa tepaman. Bo'ladimi? Adamni yoqasidan olganingizda yana ham zo'r chiqardi. O jinni nima o'rtoqlarimni chaqirtirdi endi? Ularni oldida mazza qilib ustimdan kulib, yerga urishingizni xohlayapmiz. O sani toming. O'rta tezlashinglar vaqt yo'q. O'zim ham bunga emas, ana o'rtog'i Nappiga uylanishim kerak edi. Yana. Aha. Turishini qarama, mana basharani. Oyog'i ham pishig'may. Lekin o'rtoq haqiqatan ham zo'r narsa aytdi. Men sani uchun ataylab do'kondan olib keldim. Gazak semishkasi. Buni chaqsang taktik o'zing ham esingdan chiqib ketadi. Gazakdan yaqinda yangi mahsuloti ham chiqdi. Omading kelsa buning ichidan $5 plan chiqib qolishi mumkin. Rostdan zo'r ekan. Ay, yana boshlandi. Uf, yana nima qilging kelyapti? O'rtoqlaringiz bilan dachaga 10 kunga ketishingizni xohlayapman. Voy, chaqir.